Bu sovg'alarimiz o'z egalari tomon yo'lga chiqmoqda. Qashqadaryo viloyati Koson tumaniga, Denov tumaniga, Jondor tumaniga, Muzrobod hamda Farg'ona viloyatiga yo'lga chiqmoqda. Har bitta sovg'amiz ranglari bir-biriga mos qilib tayyorlangan. Misol uchun do'ppisi, qutisi, koja g'iloflari, tasbehlari, mushkambarlarigacha ranglari bir-biriga mos. Qur'on kitoblari, arabcha hamda kirilcha tarjima tafsirlari, ro'mollari, ibodat islomiya, haj, umra, duolar kitobi. Kutimizning pastki qismida esa yumshoqqina bo'lgan joy namozlari joylashgan. Eng dolzarb kitoblardan Qur'on Karimning porali kitobi. Har bitta pora alohida kitobga joylashgan. 5 mahal namozni o'zbekchada osongina o'rganish uchun ustoz joy namozlari, Qur'on Karimning arabcha hamda kiril harflarda yozilgan variantlari ham mavjud. Bizning xizmatimiz O'zbekiston hamda Rossiyaning istalgan nuqtasi bo'ylab amalga oshiriladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Kecha Abdul Qodir Jiloniy rahmatullohi alayhi haqida dars boshlagan edik. Bugun inshaalloh davom etkazgan bo'lamiz. Tasavvuf ilmini eng ulug' ustozlaridan, sufiylikning eng yorqin ko'zga ko'ringan ulug' shaxsiyatlaridan Abdul Qodir Jiloniy. Kechagi darsimizda sufiylik nima, tasavvuf nima, bir qator yengil bir tushuncha bergan edik. Inshaalloh davom etkazgan bo'lamiz. Abdul Qodir Jiloniy sufiylik tariqatining eng ulug'laridan birini asoschisi. Odamlar o'ylagandek, sufiylikni hammasi unaqa botil, shirk, kufr emas. Sunnatga muvofiq, sog'lom manhaj ustida bo'lgan tariqatlar ham bor albatta. Ana shunday bir sahih sufiylikni asoschilaridan biri Abdul Qodir Jiloniy. 488-yilda Abdul Qodir Jiloniy Bag'dodga ilm talabida keldi. Bu paytda u kishining yoshi 18 da edi. Bu vaqtda Bag'dod o'zini eng yuksalgan davrida edi. Iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, askariy jihatdan Abdul Qodir Jiloniy o'zi bilan olib kelgan pulni sarflab tugatdi, qo'lida puli qolmadi. Mana endi sinovlarga, imtihonlarga duch keldi. Og'ir imtihonga duch keldi. Yo'qchilik. Musofir yurt, bironta bir tanishi yo'q, ammo mana shunday bir qiyin holatga qolsa ham odamlarga hojatini aytmadi, ularga borib so'ranmadi. O'zi haqida aytadi: "Daryoda oqib kelayotgan, yesa bo'ladigan narsalarni terib yer edim. Xaroba bo'lgan uylarga borib tomlarida tunar edim. Arzon, nafis kiyimlarni, yamalgan kiyimlarni olib kiyar edim. Buni ko'rib odamlar meni jinni deb laqamlab qo'yishdi" deydi. Ya'ni ko'ring, suvdan tutib narsalarni yeydi, xaroba uylarda tomiga chiqib yotadi, yirtiq yamoqlarni kiyib yuradi. Kim bu kishi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zurriyotidanmidi? Hasan va Husayn roziyallohu anhularning zurriyotidanmidi? Ulug' insonlar mana shunday bir holatda ham taslim bo'lmaydi. Ana shu ulug'likning bitta alomati shu. Hayotda zarbalarni ko'tara oladi. Hozirgi kunda siz bilamiz naqadar shunday kishilardan ibrat olishga muhtojmiz. Bir ishga kirishamiz, ozgina bo'lmasa shat to'xtab olamiz. Birodarlar, taslim bo'lsak, imtihonga, mashaqqatga, qiyinchilikka o'ylamaylik, taslim bo'lganimizdan keyin oson bo'lib ketadi deb. Taslim bo'lganingizdan keyin yana ham qiyinroq bo'ladi. Nafsi Bag'dodni tashlab chiqib ketishi haqida gapirishni boshladi. Chunki aytyapmiz, bu kishi ulug' xonadondan, nasl nasabi juda ham oliy bo'lgan inson. Nimaga endi bunday bir xorlanib yurishligi kerak? Ammo Alloh taolo u kishini qalbini sobit qildi va maqsadiga yetish uchun ilmga bo'lgan intilishiga Alloh taolo sabrni ham berdi. Sabr qanoat qildi. Mana shunday bir qiyin kunlarni boshidan o'tkazdi. Natijada 13 ta ilmda Bag'doddagi kibor ulamolar bilan o'tirib bahs, munozara qiladigan martabaga yetdi. Mana Imom Abdul Qodir Jiloniy mana shunday bir mashaqqatli kunlarni boshdan o'tkazdi, sabr qildi. O'zi dunyo sabr hovlisi birodarlar. Va tavaso bis sabr. 4 ta sifat aytilganda dunyodagi xusrondan qutuladigan odamlar iymon, amal, bir-birini haqqa chaqirish va sabr deyilgan. Har qanday ishda sabr kerak. Xoh tijorat bo'lsin, xoh ilm bo'lsin, xoh boshqa narsa bo'lsin. Abdul Qodir Jiloniyga qattiq ta'sir ko'rsatgan kishilardan biri bu Abu Hamid G'azzoliy rahmatullohi alayh. Abdul Qodir Jiloniy mana shu ulug' imomning yo'lidan yurdi.
u kishiga keyinchalik mana shu kitoblariga, ilmiga o'zgartirishlar kiritdi. Imom G'azzoliyning ayrim keltirgan hadislarini tuzatishlikka ham bu kishi muvaffaq bo'ldi. Abdul Qodir Jiloniy o'zining davrida ko'p muhaddislardan hadis eshitdi. Yana fiqhni, adabni, lug'atni ta'lim oldi. Juda ko'p shayxlardan shar'iy ilmlarni deyarli hammasini oldi. Demak, umrini avvalida o'ziga ilm jamlashlik bilan mashg'ul bo'ldi. 30 yoshgacha aytdik-ku, bu ulug'larning sirini qaraydigan bo'lsak, hayotini kuzatsak, bu insonlar 30 yasharigacha faqat o'zlariga nima qilgan? Jamlagan. Shunday qilib, ilmda shunday cho'qqa yetdiki, Bag'dodning muftiysi bo'lib yetishdi. Ariqdan oqib kelayotgan mevani yoki nonni parchasini yeb, yamaq kiyimlarni kiyib, xaroba uylarda tomida yashab yurgan Majnun deb laqamlangan yigit mana endi Bag'dodning muftiysi martabasiga yetdi. Keyin qalb murabbiylari va iymoniy haqiqat ahlining kiborlari bilan ham suhbat bo'ldi. Ulardan Abdul Qodir Jiloniy haq tasavvuf ilmini o'rgandi. Shunday qilib, u kishi o'zini, shaxsiyatini shar'iy ilmlarda o'rganishlik bilan yuksaltirdi. Endi tasavvuf ulamolari qo'lida o'zini ruhoniyatini yuksaltirdi. Mana shundan keyin tasavvuf ilmining ulug' kishilaridan bo'ldi, o'zgarishi bo'lmagan haq tasavvuf. 521-yili Shavvol oyida Mahramiy madrasasida va'z qilgan o'tirdi. Va'z nasihat qilgan. U kishining ma'ruzalari juda ta'sirchan edi, ruhoniyati oliy edi, shar'iy ilmlarga asoslangan, inhirofsiz bo'lgan ruhoniyat tasavvuf. U kishini mana shunday bir ilmiy, ruhoniyligi oliy bo'lgan majlislarga keladigan kishilarning adadi 70 mingtaga yetdi deyiladi. Qana qilib eshitgan degan savol o'z-o'zidan tug'iladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haj qilganlarida u zot bilan 100 mingdan ortiqroq odam haj qilgan. Shunda u zot bu kishilarga va'z qilganida gapirganlar, Nandaroda turgan bir odam eshitib, qattiqroq qilib orqadagilarga qaytargan. Shunday qilib orqadaga qaytarib, shunday eshitishgan. Abdul Qodir Jiloniyni majlisida ham mana shunday kishilar 70 mingga yetar edi. Mustahkam ilmi, qalbidagi chuqur iymoni uni tiliga birodarlar hikmat bo'lib chiqdi. Aytdik-ku, qalbdan chiqqan so'z qalbga boradi. Tilda uchidan chiqqan so'z quloqdan u yoqqa o'tmaydi. Bu kishi qalbdan gapirdi, shuning uchun qalblarni egalladi. U kishining qo'lida ulamolar, fuqaholar, muhaddislardan iborat ko'p kishilar ta'lim olishdi. Ilm tomonidan Bag'dodning muftiysi bo'lishlik darajasiga yetdi. Ruhoniyat tomonidan mana shunday bir oliy martabaga erishdi. U kishiga savollar kelsa, darhol javobni yozib berar edi, muftiy sifatida. Ya'ni orqaga qaytishlikka, o'ylanib ko'rishlikka hojat bo'lmas edi. Endi albatta bu shar'iy ilmlarda qanchalar u kishi mustahkam bo'lganligini dalili bo'ladi. Abdul Qodir Jiloniy ikkita mazhabning faqihi edi. Hanbali mazhabining, Shofiy mazhabining. Mashhur imom Muhyiddin Navaviy aytadi. Abdul Qodir Jiloniy Bag'doddagi Shofiy va Hanbali shayxlarining sayyidi edi. O'zining zamonasida ilmdagi peshvolik uning qo'lida edi. Uning suhbatidan Iroqning ko'plagan kibor olimlari yetishib chiqdi. Ya'ni u kishining ilm majlislarida keyinchalik Iroqda ko'zga ko'ringan olimlarning aksariyati Abdul Qodir Jiloniyni qo'lida ta'lim olgan edi. Ulkan martabalar egasi bo'lgan ko'p kishilar ham Abdul Qodirning shogirdlari edi. Abdul Qodir Jiloniy mashoyix va ulamolarning hurmatiga sazovor bo'ldi. Ular uni so'ziga qaytishar va chiqargan hukmlarini albatta qabul qilishar edi. Har tarafdan tasavvuf, ahli suluk egalari uning suhbatiga shoshilar edi. Bu tasavvuf, bu sufiylik birodarlar, yana qaytarib aytamiz, kitob-u sunnatga muvofiq bo'lgan haq tasavvuf sufiylik edi. Har bitta qilayotgan ishi, gapirayotgan gapi kitob-u sunnatga asoslangan, hujjat dalili bor, sog'lom aqidadan chiqib ketmagan tasavvuf. Mana shu bir ulug' olimni aytgan ayrim hikmatli so'zlaridan birodarlar namunalar o'qiymiz. U kishi aytar edi: "Dunyoni qalblaringizdan qo'lingizga chiqaring. Albatta bunday qilishlik sizlarga zarar qilmaydi. Dunyo yo qalbda bo'ladi, yo qo'lda bo'ladi. Yo qalbda, yo qo'lda. Qalbinglardagi dunyoda qo'lingizga chiqaringlar, buni sizlarga zarari tegmaydi" der edi. Yana aytar edi:
Qalblaringizning eshigini oldida turinglar. Alloh unga kirit degan narsani kiritinglar, undan chiqar degan narsani chiqaringlar. Agar qalbingizni havoingizga tashlab qo'ysangiz, albatta halok bo'lasizlar. Yana aytar edi. Taqdirga taslim bo'lib o'tirgan kishi haqiqiy erkak kishi emas. Bo'lgani shu ekan endi, bo'lgani bo'ldi endi, taqdirdagi bo'ladi degan so'z bor-ku. Taqdirga tamomiy taslim bo'lib o'tirib olishlik haqiqiy erkakning ishi emas. Balki haqiqiy erkak kim? Qadarni qadar bilan qaytaradigan kishi. Alloh taolo ko'chaga chiqsangiz boshingizni ho'l bo'lishligini taqdir qilgan bo'lsa, zontik tutmasangiz ho'l bo'ladi. Endi zontik tutishingiz ham taqdir qilgan. Siz zontikni tutib chiqasiz, boshingiz ho'l bo'lmaydi. Shuning uchun qarang, bu dinni qanday tushunish kerak? U kishi qazo qadarni, taqdirni qanday tushungan? O'ziga sofiylikni da'vo qilgan ayrim odamlar hech narsa qilmasang ham kelaveradi deydi, bu g'irt noto'g'ri. Qadarga taslim bo'lib o'tirgan kishi haqiqiy erkak kishi emas, balki qadarni qadar bilan qaytargan kishi haqiqiy erkak kishi deyapti. Kim? Mana shu sofiylarning ustozi bo'lgan Abdul Qodir Jiloniy. Yana aytadi, agar qalbingni mayda narsalar bilan to'ldirib oladigan bo'lsang, unda katta narsalarga o'rin qolmaydi. Qalb xuddi ekinzorga o'xshaydi. Agar uni foydali o'simliklar bilan ekib to'ldirmasang, foydasi sassiq ko'katlar bilan o'sib to'lib ketadi. Tushunarlimi? Mana kitob o'qiymiz, ma'ruza eshitamiz, bir ruhoniyatimizni tarbiyalaydigan narsalarni o'rganib, kallamizni to'ldirmasak, bu kalla boshqa narsa bilan to'lib qolar ekan. U kishi aytar edi, xolis ekanligingning alomati, ixlosingning alomati odamlar seni maqtashi yoki yomonlashlariga parvo qilmasligingda, odamlarning qo'lidan ta'ma qilmasligingda, balki rububiyatni haqqini ado qilishingda va ne'mat uchun emas, ne'matni berish uchun amal qilishingda. Bersa emas, bersangni shukr keltirish emas, shu zot senga iymonni berganligi uchun shukr keltirishing. Qo'lingda garchi dunyoing bo'lmasa ham. Bu yerda juda ham ko'p hikmatli so'zlari bor. Vaqtni tejash maqsadida birodarlar qisqaroq qilishga majburmiz. Imom Navaviy aytadi, mana endi u kishi haqida o'sha zamonni va undan keyingi davrda yashagan ummatni eng ko'zga ko'rgan kishilarini Abdul Qodir Jiloniy haqida aytgan so'zini keltiramiz. Imom Navaviy aytadi, Abdul Qodir Jiloniy go'zal sifatlar egasi edi. Axloqi sharif, odob va muruati komil, tavozuli, doim ochiq yuzli, aqli va ilmi serob, shariat so'ziga va hukmiga qattiq itoatlik, ilm ahllarini ulug'lovchi, din va sunnat egalarini ikrom qiluvchi, havo va bid'at egalarini yomon ko'ruvchi, haq toliblarga muhabbatli va doimiy suratda nafsini mujohadasi bilan mashg'ul edi. Allohning hududlari buzilishiga qattiq qarshi turar edi. Yana saxovatli, karim inson edi. Imom Navaviyni berayotgan ta'rifi. Imom Navaviyning so'zini xulosa qilib aytsak, o'zini zamonida unga o'xshagan boshqa bir kishi yo'q edi deb aytadi. Abul Hasan Nadaviy Rijalul Fikri va Da'va kitobida shunday deydi. Bizda da'vat bilan, ruhoniyat bilan shug'ullanayotgan odamni qarasang, ilm bilan umuman ishi yo'q. Endi ilm bilan, arab tili bilan, aqida bilan, hadis bilan shug'ullanayotgan odam qarasang, ruhoniyat bilan ishi yo'q. Qurib ketgan mat. Gapiraveradi, ko'ziga yosh kelmaydi. Abul Hasan Nadaviyning so'ziga quloq solamiz. Rijalul Fikri va Da'va kitobida aytadi, Abdul Qodir Jiloniyning va'z, irshod bilan, nafslar tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lishi ilm tarqatish va ilm o'rgatishdan, sunnatga yordam berishdan, sog'lom aqidani tarqatishdan va bid'atlarga qarshi kurashishdan to'sib qo'ymadi. Ruhoniyat bilan shug'ullangani ilm ma'rifatdan to'smadi deb aytayapti. Mana da'vatda yuradigan aka-ukalarimiz bor. Ruhoniyat zo'r. Kechalari tahajjud, nafl ro'zalar, zikr, Qur'on tilovati, lekin ilm bilan ishi yo'qda ko'pchiligini. Akalar kim da'vatga qarshi bo'lsa, bu odam juda bir qattiq adashadi. Hammamiz da'vatchi bo'lishimiz kerak. Faqat biz aytadigan narsa ilm ustiga qurilgan da'vat bo'lsin. Ilm ustiga qurilgan da'vat bo'lsin. Ilmga targ'ib qilamiz. Endi ilm bilan shug'ullanayotganlarni ruhoniyati bilan ham shug'ullansin deb tavsiya qilamiz.
Toki quruq bo'lib qolmaylik, kitob bo'lib qolmaylik biz. Aqida va uning furu'larida Imom Ahmadga va avvalgi muhaddislarga tobe edi. Ibn Taymiya rahmatullohi alayh Sufiylarning ulug' imomlari Abdul Qodir Jiloniy va Junaydni maqtab, mana shu haqiqiy tasavvuf degan edi. Mana Ibn Taymiyani bir so'zini keltiramiz, birodarlar. U kishi aytgan ekan Abdul Qodir Jiloniy haqida. Abdul Qodir Jiloniy shariatga itoat qilishga da'vatda, amr va nahiyda o'z zamonasining eng ulug' shayxlaridan edi. Ibn Taymiya bu kishini ilmini, martabasini nima qilyapti? Maqtayapti. Imom Zahabiy aytadi: Shayx Abdul Qodir Jiloniy imom, olim, zohid, orif, shayxul islom va musulmonlar uchun ibrat edi. Ibn Rajab Hanbali aytadi: Abdul Qodir ibn Abi Solih Jili, Summal Bag'dodiy, zohid, shayxul asr va qudratul orifin, qudvatul orifin, sultonul mashoyix va sayyidu ahli tariqa. Tarjima qilamiz. U kishi zohid, o'zining asrining shayxi, oriflarga ibrat bo'lgan kishi, mashoyixlarning sultoni va tariqat ahlining sayyidlaridan edi. Akalar, kimlar guvohlik beryapti bu kishiga? Ummatning eng ulug' olimlari, eng ko'zga ko'ringan kishilar. Shuning uchun tasavvuf haqida, sufiylik haqida agar chola-chulpa ma'lumotimiz kallamizda bo'lgan bo'lsa, sufiylikni yomon deb tushunmaylik. Albatta buni aynigan ko'rinishlari ham bor, lekin asli kitob va sunnatga asoslangan sufiylik bo'lgan edi. Demak, birodarlar, faqatgina olimlar, faqihlar emas, tasavvuf egalari ham ummatga peshvo bo'lishi mumkin ekan. Abdul Qodir Jiloniy o'zini oliy nasabi bilan, chuqur ilmi va oliy ruhoniyati bilan ummatga ulkan ibrat bo'ldi. Abdul Qodir Jiloniy o'zining shaxsiyatida biz aytayotgan tavozunni paydo qildi. Ilm, ma'rifat ham o'zining o'rnida, ruhoniyat ham o'zining o'rnida. O'z zamonasining eng peshqadam olimi hamda ruhoniyati oliy darajada bo'lgan inson edi. Biz orzu qilamiz, biz xohlaymiz, biz umid qilamiz. Ilm ahllaridan o'zlarini qalblarini iymoniyat va haq tasavvuf bilan tartibga keltirishlarini. Agar shunday qilsa naqadar go'zal bo'lar edi. Yana xohlaymiz, tasavvuf ahllaridan esa o'zlarining tasavvuflarini sahih dalil, mustahkam ilm ustiga va bidatlardan uzoq bo'lish asosiga qurishlarini. Agar shunday qilsa naqadar zo'r bo'lar edi. Abdul Qodir Jiloniy birodarlar mana shu narsalarni o'zining shaxsiyatida jamlab ummatga ibrat bo'lgan kishilardan edi. Alloh subhanahu va taolo ibrat olib, ularga iqtido qilishni barchamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ushbu sovg'alarimiz o'z egalari tomon yo'lga chiqmoqda. Qashqadaryo viloyati Koson tumaniga, Denov tumaniga, Jondor tumaniga, Muzrobod hamda Farg'ona viloyatiga yo'lga chiqmoqda. Har bitta sovg'amiz ranglari bir-biriga mos qilib tayyorlangan. Misol uchun do'ppisi, qutisi, koja g'iloflari, tasbehlari, mushkambarlarigacha ranglari bir-biriga mos. Qur'on kitoblari, arabcha hamda kirilcha tarjima tafsirlari, ro'mollari, ibodat islomiya, haj, umra, duolar kitobi. Ustimizning pastki qismida esa yumshoqqina bo'lgan joy namozlari joylashgan. Eng dolzarb kitoblardan Qur'on Karimning porali kitobi. Har bitta pora alohida kitobga joylashgan. 5 mahal namozni o'zbekchada osongina o'rganish uchun ustoz joy namozlari, Qur'on Karimning arabcha hamda kiril harflarda yozilgan variantlari ham mavjud. Bizning xizmatimiz O'zbekiston hamda Rossiyaning istalgan nuqtasi bo'ylab amalga oshiriladi.